Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Toshkentdagi aviasozlar bozorida yirik yong'in sodir bo'ldi. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar haqida hozircha rasmiy ma'lumot mavjud emas. Bugun 13 dekabr kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi aviasozlar bozorida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, soat 01:30 da Toshkentning Beshariq ko'chasida joylashgan aviasozlar bozori hududida ma'muriy binolarda yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv ekipajlari soat 01:34 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 02:29 da qurshab olingan hamda 03:03 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar to'g'risida xabarlar kelib tushmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, boshqarma yong'in ortidan qancha hudud yonib ketganligi, yetkazilgan zarar haqida ma'lumotlarni taqdim etmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar bozor butkul yonib ketganligini aytishmoqda. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.